Assalamu alaykum. Demek bugün kompüter tarmoqlari sabag'imizning ikkinchi videosi yoki ikkinchi sabağı. Ya'ni bu saboqda keyingi saboqlarimizda foydalanadigan tekrargi programmamiz yoki tekrargi qurolimiz Packet Tracer haqida bo'ladi. O'tgan saboqda demek bu Packet Tracer'dan qanday yuklash ham kompüterimizga o'rnatuv haqida bo'ldi video. İkinci videomuz sol paket tracer'de qanday istəyimiz haqında bo'ladi. Ya'ni birinchi marta demek kompüterimizga birinchi videoda qilib o'rnatgan bo'lsangiz, sizda demek yarliq paydo bo'ldi yoki bo'lmasa siz tomondan demek paket tracer deb najerdan izlab qidirib demek programmalarning orasidan demek paket tracer'da topib bu knopkani bosib orqali yoki bo'lmasa najerdagi yarliq orqali biz paket tracer'da ishga qo'shamiz. Demek men hozir qo'shib oldim. Mening paket tracer'im demek ishga qo'shildi. Tekrargi жұмыс майданшамыз, мынау ақ майданша, үлкен майданшамыз, жұмыс майданшамыз. Bundan keyin tekrargi ishlaydigan yerimiz, ya'ni төменде арқылы qurilmalar kategoriyalarga ajratilgan. Masalan, birinchi kategoriyamiz network devices, ya'ni tarmoq qurilmalari. Bu yerda barsangiz, demek tarmoq qurilmalari төменде uning har xil ya'ni ikinci dereceli kategoriyasi var. Yani birinchi kategoriyasida routerlar, ya'ni o'zbek tilida yoki rus tilida marshrutizator deb yuritiladi. Ikkinchi kategoriyasi kommutatorlar, ya'ni switchlar. Uchinchi kategoriyasida hublar, undan keyin simsiz qurilmalar, ya'ni bir bosib ko'rsangiz bo'ladi, yoki switch, har xil switchning turlari. Undan keyin demak har xil hubning turlari, undan keyin simsiz qurilmalarning turlari chiqadi. Undan keyin demak bu yerda har xil firewall, xavfsizlik bo'yicha qurilmalari, ham bu yerda internetda demak simulyatsiya qiladigan har xil qurilmalar. Ikkinchi kategoriyamizda har xil foydalanuvchi qurilmalari deb aytiladi, ya'ni end devices ingliz tilida. Ya'ni kompyuter, laptop, server ham boshqa qurilmalarimiz bor. Bundan keyin qurilmalarimiz, okey, bu yerda demak birinchi suv kategoriyasida sol qurilmalar edi, ikkinchi kategoriyasida uyga tegishli, ya'ni aqlli uylar, ya'ni IoTda demak foydalanadigan har xil qurilmalarimiz bor. Aqlli esik, aqlli garaj ham boshqa batareykalar. Bularni keyinchalik ko'ramiz. Bunda ham IoTning har xil qurilmalari bor. Industrial qurilmalar, ya'ni korxonalarda foydalanadigan. Ham undan keyin smart grid deydi, hozirgi kunda demak to'q tarmoqlarida da demak aqlli to'q tarmoqlar haqida haqida deb aytsa bo'ladi. Endi undan keyin kategoriyamiz demak har xil IoT qurilmalarining kontrollerlari. Undan keyingi kategoriyamizda demak har xil simlarning turlari. Ham boshqa najada bir ikki kategoriyalarimiz bor. Bularda demak keyingi saboqlarimiz davomida asta-asta ko'rib boramiz. Endi yuqorisida menyu har xil demak programmalar bo'lgan siyaqli. Bu yerda demak har xil menyularimiz bor. Fayl menyusida demak ishlayotgan жұмысымызды saqlaw yoki oldin saqlangan жұмысlarni archiv olish ham boshqa menyular bor. Edit, ya'ni bu yerda options menyusida kerakli nelarimizni demak har xil ko'rinishlari, nelari, bularning hammasini demak asta-asta saboqning vaqtida keyingi saboqlarda sekin-sekin asta-asta o'rganamiz. Bu yerda demak saqlab boruvimiz ham buna qatoridagi instrumentlar, bular tekrardan packet tracer uchun kerakli tüymeler desak bo'ladi, knopkalar. Yuqoridagilar bu boshqa programmalarda bu bor bo'lganda, ya'ni buni istingiz жұмысты qaytarib olish degandek har xil nelari bor. Endi biz bu yerda bir apoy misol bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Masalan, ya'ni bu bizning ikkinchi sabog'imiz. Ya'ni endi sol packet tracer orqali biz eng birinchi tushuntirishdan boshlaymiz. Ya'ni kompyuter tarmoqlari deganimiz ne? Kompyuter tarmoqlari bu 2 yoki 3, ya'ni 2dan ko'p bo'lgan, ya'ni 3 kompyuterdan desak bo'ladi. 2 kompyuterdan ko'p bo'lgan demak kompyuterlar orasidagi байланыс.
ya'ni sol baylanışlarni öğrenemiz. Ya'ni kompüter tarmoqlarida masalan aytaylik yeki kompüter. Ya'ni bu kompüterlerimiz bu yerda olib qo'yayotgan kompüterlerimiz paket tracer'da biz har xil sozlamalarni qilishimiz mumkin. Ya'ni bularga IP adreslar berishimiz mumkin. Bu kompüterni bu kompüterga xabar berib ko'rishimiz mumkin. Bularni hammasini demak bu paket tracer'da amalga oshirishimiz mumkin. Masalan, avvalgi turli endi fizikalik ko'z oldingizga keltirayotgan bo'lsangiz, yeki kompüterda bir-birini demak har xil demak tarmoq simlari orqali mana yerda demak copper through bizlarda demak kishilab vaqtida aytganda RJ45 deydi yoki kompüter tarmoqlarining simlari tekrar ko'rishgan simlarimiz demak bir turdagi simlar demak orqasida faz aziyatga qo'shiladi ham demak bu ikkinchi kompüterga shunday qo'shamiz. Biroq bu simlarda demak farq bor. Bu aytib o'tirgan zatlarim sizlarga juda virtual abstrakt bo'lmoqi uchun sizlar meni demak mana yerda ashiq okey demak mana yerda hozir ko'ramiz. Masalan, hozir ne qildim? Yeki kompüter PC desem bo'ladi. Men NIC network interface card IRJ45 degan demak har xil so'zlarda aralashmasida demak sal ko'z oldimizga keltirish uchun qarab ko'rmoq uchun bizlar ne qilib o'tiribmiz. Ya'ni turdan to'g'ri imagesga kiraman suratlarda hozir qarab ko'ramiz. Bu yerda demak suratlarda ya'ni kompüterning orqasida ko'rgan bo'lsangiz bunday nesi bo'ladi? Porti bo'ladi. Ya'ni bu portimiz demak kabellarga qo'shiladi. Ya'ni RJ45 kabeli bo'ladi. Ya'ni orqasida shunday port qattiqladi. Okey. Demak, mana yerda RJ45 kabelini ko'rsatdim ekan. Demak, RJ45 kabeli demak o'sha portga ya'ni shalg'anadi. Sol orqali biz kompüterda demak ikki kompüterda sonda orqasida porti bo'ladi. Demak, sol port orqali biz bu kompüterlarda bir-birini qo'shdik deb ko'z oldingizga keltirsangiz bo'ladi. Biroq bu kabellarning har xil turlari bo'ladi. Bu turlarni demak bu saboqlarimizda, keyingi saboqlarda o'rganamiz. Hozircha sizlarga aytacağım. Najida ikki turi bor degandim. Ya'ni bu kabellarning ishida 4 para sim bo'ladi, ya'ni 4 jupliq sim bo'ladi. 8 sim bo'ladi. So 8 simning har xil kombinatsiyasi orqali demak bu ikki turdagi kabelni chiqarishimiz mumkin. Bu turdan to'g'ri жалғану ham bu geri жалғану deb tushunsangiz bo'ladi. Copper crossover. Ya'ni ikkinchi tarafda demak buning jiberayotgan ma'lumotini bu yoqda demak bu qabul qilish uchun, buning jibergan ma'lumotini bu yoqda qabul qilish uchun demak bular kabellar demak bir tarafı bilan ikkinchi tarafga geri жалғанadi. Ya'ni bu kabeldan foydalanishim kerak edi. Demak, istaganimizda bekorlayman ham bu kabeldan foydalanaman. Bu kabeldan foydalanib demak ikki bir tipdagi qurilmani bir-biriga jalg'ash uchun demak sol kabeldan foydalanish kerak bo'ladi. Endi bu kompüterlar bir-biri bilan baylanishdi. Endi bizga tarmoq qurilmalari ne uchun kerak? Ne uchun kompüter tarmoqlarini o'rganganimizda tarmoq qurilmalarini o'rganamiz ham ne uchun bizga kerak? Sebebi kompüter tarmog'i deganimiz bu kompüterlarning tarmog'i. Ya'ni bu tarmoqda bir necha kompüter bo'ladi. Misol uchun biz aytayotgan gapimni tushundirish uchun 3-kompüterda olib kelib qo'shsam, endi 3-kompüterda demak bu tarmoqqa qo'shilmoqchi 4-kategoriyadan simni tanlayman. Shu simni tanlayman. Endi buni bu kompüterga жалғayman. E'tibor beringlar, mana yerda menda teqqana bir porti bor. Endi boshqa qo'shimcha portlar жалғаса bo'ladi, lekin bizda hozircha tek barg'ana portimiz bor. Buni ikkinchi kompüterga жалғamoq uchun buni жалғay olmayman, sababi bu yerda bu portga o'zimda kompüter жалғayman. Shuning uchun kompüter tarmoqlari sabog'ida ulama kompüter tarmoqlarini bir-birini qo'shganimizda tarmoq qurilmalarini foydalanamiz. Shuning uchun biz bunday turdan to'g'ri foydalanmaymiz. Demak, bundan keyingi saboqlarimizda har qanday qurilmalarni bir-birini жалғау uchun
tarmoq qurilmasi arnavli kommutator, ya'ni switch qurilmasidan foydalanib жұмыстарымызды істейміз. Switch qurilmalarning ішінде бірнеше modeldagi qurilmalarimiz bor. Ham 3-qatlamli deydi, 2-qatlamli deydi. Bularning hammasini demak keyingi saboqlarda tushuntirib qilaman. Hozircha 2960 switchni foydalanaman. Ya'ni bu switch orqali, ya'ni bu kommutator orqali bu qurilmalarni demak bir-birini жалғасақ bo'ladi. Ya'ni bu qurilmamizda 24 dana fast Ethernet porti bo'ladi, ham 2 dana gigabit Ethernet porti bor. Bu yerda farqi yo'q. Qolgan portga жалғауы mumkin. Bu 3-chi kompyuterda 3-chiga, 2-chi kompyuterda 2-chiga degandek, uni qolgancha жалғауы mumkin. Endi men buni demak bir-birini жалғамайman. Bu bir-birin switch orqali жалғayman. Ya'ni men endi bu yerda mana knopkani bosib orqali bu simni o'chirib tashlayman tarmog'imdan. Ham demak bu simni qaytadan tanlab bu kompyuterlarda bir-birini жалғаймыз. Ya'ni buni 2-chi kompyuter desak, buni demak biz 1-chi kompyuter desak, bu kompyuterlarda bir-birini shunday qilib жалғаймыз. Bundan keyin bu жалғанған kompyuterlarimiz bu yerda juda ahamiyati unchalik ko'p emas, biroq bizlar keyingi saboqlarimizda demak usuniga olamiz. Masalan, bu qarasangizlar kompyuter 1 deb o'ylash mumkin. Qarasangiz sol PC1 meni turib bizda bo'ladi. Demak, bu yerga biz qurilmalarimizning atlarini o'zgartirishimiz mumkin. Uning uchun mana bu yerda masalan ya'ni men ko'p studentlarimdan talab qiladigan zatim, masalan, har bir student o'zini qilib o'tirgan amaliy жұмысына demak atingizni yozib, undan keyin demak bu mening birinchi kompyuterim. Ham undan keyin mana yerda bir boshqa simbol qo'yib yuboribman. Men tekrardan siziqcha qo'yishim. Siziqchani demak ularni bossam siziqchani. Okay, mana yoqdan demak siziqcha qo'yamiz. Biz ham ikkinchi kompyuterga demak shunday siziqcha qo'yamiz. Demak atingiz ham PC2, ya'ni personal computer degan PC2 deganimiz. Mana yerga demak atingiz undan keyin demak PC3. Demak 3 kompyuter bo'ldi. Ham demak switch dedi. Atab shunday qilib mana yerga atingiz ham switch 1 deymiz. Demak orasida siziqchani bunday qilib o'zgartiramiz. Demak biz hozir 3 kompyuterni bir-birini жалғадық. Demak bu videolarimiz juda uzayib ketmay uchun hozirchadek paket tracerda ko'rsatdim. Ham keyingi saboqlarimizda o'sha video o'zini qo'shib qo'yaman. Demak bu kompyuterlarimizga IP adreslarni beraman. Ya'ni bu kompyuterga IP adres beruim uchun bu kompyuterni o'zini tanlayman. IP adreslar haqida keyingi saboqlarda ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Bu yerda biz bu lokal tarmog'imiz deb o'ylaymiz. Ham bu yerga demak masalan 192 168 taktoshga qo'yamiz bu yerga. 168 aytaylik masalan 021 ham tarmoqda masalan 25 0 degan tarmog'imizda, lokal tarmog'imizda 24 bitli maska yoki bo'lmasa boshqacha aytganda 225 0 tarmoq maskasi bilan shu tarmoqda demak bu kompyuterning birinchi adresini beraman, ya'ni bo'lgan 1 emas 11 deb qo'yaman. Bo'lgan masalan 12-chi adresni beraman. Ham bo'lgan demak 13-chi adresni beraman. Ya'ni bu degan ne degani? Bu deganim bu tarmog'imizning adresini berdik. Ya'ni buning hammasi bu tarmog'imiz, lokal tarmog'imiz. Buni IP adresida bo'ladi. Najidi 192 168 25 0 bu tarmog'imizning adresi. 11 ya'ni 0 ning o'rniga 11 qo'ysak bu bo'ladi, 12 bu, 13 bu bo'ladi. Ham bularda meniki IP adres beruvimiz uchun sol kompyuterning o'zini tanlaymiz. Ya'ni mishkamiz bilan bir marta chertamiz. Sol orqali demak biz bu kompyuterning demak sozlamalarini kiruvimiz mumkin. Tekrargi bizni istaydigan yerimiz desktop menyusida
har xili applicationlar, ya'ni har xili programmalar var. Ya'ni bizim kompüterimizde de demek sazlamalarda Word, Excel hem taqmasqa o'yinlarda жүктөөдө demek har xil programmalar var. Demek sonday bu жерде har xil programmalari var. Ya'ni application deb aytiladi. Ya'ni desktopda har xil programmalar var. Ya'ni har xil sazlamalarni da shunday turdagi nelarda foydalanishimiz mumkin. Bir qator qarab ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni tekrardan bizlar hozir IP configuration bölümüne kiramiz. Ya'ni sol programmani isga qo'sib, bu yerda biz bu PC1 kompüterimizga IP adres beramiz. Hozircha tek qana IP adresinin maskasini kiritamiz. 192.192.168.125 hem tabulatsiyani bassam, ya'ni bu keyingi qatorga o'tsam 255.255.255.0 degan IP adres maskasi yozildi. Bu yerda default gateway DNS serverlar haqida keyingi saboqlarda to'xtaymiz. Hozircha tek sol nesini kiritdim, ham kichkina menuni yopdim. Bu PC1 ga bo'ldi. Hem PC2'mizga kiramiz, tap sonda desktopga kiramizda bu yerda de IP configurationga kirib, bu yerga demek 192.168.25.12 degan IP adres beramiz. Hem bunu da demek yozamiz. Bu yerda сохранить, ya'ni buni saqlab qo'yish degan knopkasi yo'q. Bir marta kiritildi, demek bunu eslab qoladi. Ya'ni desktopga kiramiz. IP configuration ham bu yerda 192.168.25.13 IP adresini kiritdik. Bu maskasi. Bularni kiritib bo'lganimizdan keyin qolgan kompyuterga bir ma'lumot berib ko'ramiz. Ya'ni ping komandasi bor. Ping komandasini biz cmddan, ya'ni kompyuterda o'g'irlab ko'ramiz. Ya'ni command promptni bosamiz. Sol command prompt orqali biz ping komandasida 192.168.25 masalan 11 kompüterga ma'lumot berib ko'ramiz. Ya'ni biz bu kompüterga ma'lumot berdik. Ya'ni ping komandasi bu demek bizim kompüterimizde ya'ni sazlamalarimiz durust o'rinlanganini ham boshqa kompüterlar bilan balans bor yo'qligini tekshirib ko'radigan komanda. Buni keyingi saboqlarimizda kengroq to'xtalib o'tamiz. Hozircha sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, bu komanda 4 marta echo xabarchi beradi. Ya'ni bu nimiz demek buni qaytarib men demek tarmoqda men barman deganini qaytarib beradi. Как radarlardag'iday demek echo ish beradi, ham bu ham demek javob beradi. Demek bu birinchi simulyatsiyamiz bilan birinchi kompüter tarmoqlari misolimiz bilan demek biz paket tracer'da birinchi ssenariyamizni ishlab ko'rdik. Demek keyingi saboqlarimizda shuni buni davom etib, mo'ljag'ida demek boshqa tarmoqqa qo'shuvimiz ham taqmasqa жұмыстарды істеп ko'ramiz. Buni endi sal bo'lsa-da ko'z oldingizga keltiruvingiz uchun internetdan hozir bugungi kunda demak internetga kirib biz foydalangan switchni foydalansak, ya'ni bu umuman bizning sabog'imizda tekrardan Cisco'ning materiallaridan foydalanamiz, ya'ni Cisco'ning qurilmalaridan. Ya'ni 2960 yoki masalan najda boshqa routerlarning turlari hammasi demak Cisco'ning switchlari, kommutatorlari va routerlardan foydalanamiz. Yani siz izlegenizde 2960 deb izlesangiz masalan sol izleyicilerden Cisco 2960 deb izlesangiz ham jetlerle switch deb qo'shsangizlar juda yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa Cisco 2960 degan izlesangizlar sizga demak 24 portli demek switchler. Yani bu yerde men tekrardan negadir tek saatli bana tonlar şavadır. Demek aslında demek okey. Buna turdagi switch'ten foydalandik. Ya'ni ko'rib turganingizdek bu yerda 24 tane fast Ethernet porti var, 2 tane gigabit Ethernet porti var. Sol birinchi portna borib birinchi kompyuterda, ikkinchi portna ikkinchi kompyuterda. Ya'ni undan keyin RJ45 deb izlasangizlar ne chiqadi? Kabelning turi chiqadi. Yani buniki shunday kabel turlari bor. Shu kabellar orqali demak switch orqali demak kompüterlarda bir-birini qo'shdik.
Так, demek sabaq, bu sabaqda sizlar bilan demek paket tracer'ni öğrenib o'tiribmiz. Paket tracer orqali demek birinchi tarmog'imizda qilib ko'rdik. Keyingi misollarimizda, keyingi saboqlarimizda bundan boshqa misollar bilan demek öğrenib boramiz. Demek e'tiborlaringiz uchun rahmat. Demek yoqqan bo'lsam like bosib, subscribe qilib qo'ysangiz keyingi videolar qo'shilgan vaqtda birdan sizga xabar berib turadi. Okey, demek keyingi saboqlarda ko'rishguncha